Assalomu alaykum. Uy qirolichalari, uy malikalari, uy bekalari, kelinoyilar, oyijonlar, qaynonalar. Sizlar yaxshi ko'rgan hamma narsa kачествоsi sizlarga to'g'ri keladigan hamma yengilliklar kelibdi. Menimcha videolar bor. Durbiy aka bittama-bitta nima materialdan ishlab chiqarilgan, qayerda qilingan, qaysi davlatniki, hammasini informatsiyasini berganlar. Durbiy aka kiringlar, bundan oldingi yaxshilab ovozi bilan eshitinglar. Vaqti borida, imkon borida olib qolinglar, kelib qolinglar, chunki kelgan imkoniyat bo'lmaydi. Ko'p narsa bizda paftor kelavermaydi. Kompaniyani o'zida ham tez tugab ketadi, chunki shu uchun Mikasada topgan narsangizni boshqa joyda topa olmaysiz. Faqat Mikasada bo'ladi. Biz faqat eksklyuziv dogovor shartnomalar tuzamiz. Eksklyuziv bizani mijozlar uchun. Mikasa Bay Nilufar Usmonova do'koniga xush kelibsiz va sizni mana bunaqa Bu qozonlar tugadi. Mana hozir oxirgisi Samarqandga chiqib ketadi. Mana bunaqa. Klientga telefon qilib. Unda mana bunaqa emas, unda boshqa. Ya mayli, obzor qilib beravering shuni, chunki klientlar so'rashyapti, zakazni olamiz. Bu tugabdi, mana skоворodkasi bor. Просто go'zalligini ko'ringlar, просто o'yiladi. Masaqa ishlatishga, kачествосini qaranglar. Misdan ishlangan, juda ham ko'pchilik. Da, ekologический toza mahsulot. Organik deydimi, nima deydi? Baribir ona tabiat bizni yaxshi narsalar bilan siylagan, aynan ana shunaqa ona tabiatda paydo bo'lgan narsalar bilan ishlab chiqarilgan hammasi. Mana bunaqa bu sotilib ketgan hammalari, lekin bemalol aloqaga chiqinglar, yozdiringlar, заказывайте, пока есть. Kompaniyada ham сразу ayting, germon, nemis. O'zligida ham ko'p emas bo'ladi. Shu uchun zakaz qilib olinglar. Вот. Bunaqasi bor. Va yana bitta narsa aytmoqchiman sizlarga. Hali olib kelmagan bu yoqqa, zakazga olib kelgan, videoga ko'rsatmagan bitta qozoni bor. Lekin u nimaga aytsam, narxi o'ta qimmat dedi. Mana bu yerda qo'l ishida qilingan dahshat gulliklar bor. Qushlar bor, daraxtlarda qushchalar o'tirgani bor, gulchalar. Xullas dahshatlari bor. Rasmini bo'lishib qo'yib qo'ysanglar, shuncha gapimdan keyin. Bo'ldi. Rahmat. O'z oshxonasini sevadiganlar uni juda ko'p xarid qilishgan. Hozir firmasida yo'q, lekin qo'ymayapti bu yoqqa. Chiqyapti, kelyapti, xudo xolisa, kelishi bilan Ekologik tabiiy mahsulot bu ham o'zinglar uchun, uyinglar uchun yashiklar. Nimaga? Qoshiq, vilka, pichoq, xohlagan narsalarni solib qo'yaverasiz, xohlasanglar priprava, ichiga nima xohlasangiz solib qo'yasiz. Yozgi, letniga taqir-tuqir qilib ishlatgani zo'r ko'chaga. Men o'sha ko'chaga chiqyapman. Bugundan boshlab hovlim ko'chaga chiqyapti. Hozir qizimni maktabidan kelyapmiz, Navro'z bayramidan. Ko'rib o'tgan bo'lsanglar. Navro'z bayrami qilib keldik. Ertalab soat 9 dan bo'yanishga tushib 7:30 da turganmiz. Navro'z qilib keldik. Aytdim uydagilarga, chiqaringlar oshxonani tashqariga dedim. Posudalarimni hammasini endi tashqariga chiqarib olman va eski posuda, yangi emas, lekin yangilik kiritishim uchun eski posudamga bitta-ikkita detal qo'shaman. Har yili bitta-ikkita detal qo'shaman. Shu bilan dasturxonim yangi bo'lib obnovitsiya qilib ketaveradi. Ayniqsa o'g'il bolalar, qizlar ham, qizlarga 100%, o'g'il bolalar menda juda anaqa nozik didliroq. Voy, mama, yangi olib keldingizmi? Oshxonamiz yangi bo'lib qoldimi? Аж прям кушать приятно deb qo'yishadi. O'sha salat qo'yadigan idishlarni ikkita yangi idish olaman alohida. Choyni olaman alohida, choy ichadigan olaman alohida. Ne обязательно hammasi bir xil bo'lishi yo'q, o'rtoqlar. Mana bunaqa yangi narsalarni menga o'z bittasi meniki edi buni. Olib qo'yishdi. Bunaqa dasturxonga qo'yib qo'ysangiz, qoshiq vilkalar bilan agar qo'yiladigan bo'lsa buni, zavtrakka mana bunaqa asallarni qo'yib qo'ysangiz, mana bolalaringizni o'zi kompliment bilan yog'dirib yuboradi. Kuningizni o'zi, men bilmayman, meni o'g'illarim, qizlarim ertalabdan kompliment qilib yuborishadi, mana shunaqa narsalarga voh deb olaman. xursand bo'lib ketishadi. Qanaqa zo'r dama hajaykaman deb qo'yaman, deb yaxshi onaman deb o'zim nima deydi. Xursand bo'lib ketaman, kunim shunaqa dahshat xursand o'tadi.